6 bab. Şu kuni kechda podshohning uyqusi kamigashga imperiyaning tazkirisini oldirib o'qitdi. Tazkirining Mordekay podshohning yoshurun o'ltirish haqidagi bir suiqasdni fosh qilgan, bu suiqasdni orda darvozasini ko'zat qiladigan Bixtan bilan Tarash ismli ikki haram og'isi planlagan deb yozilgan yeriga kelganda, podshoh bu ish uchun Mordekay qandoq taqdirlandi, uning o'ziga nima izzat ikrom ko'rsatildi deb so'radi. Podshohning g'ulomlari uningga hech narsa berilmabdi deb javob berishdi. Ordu hoylisida kim bor deb so'radi podshoh. Bu chog'da Haman Mordekayni yostib qo'ygan darg'i isishqa podshohdan ijozat so'rash uchun ordu hoylisiga amdila kirgan edi. Shunga podshohning g'ulomlari uningga "Hoylida Haman turdi" deb javob berdi. "Uni kirgizinglar" dedi podshoh. Haman kirganda podshoh uningdan "Podshoh izzat ikrom ko'rsatmoqchi bo'lgan kishiga nima keltirsa bo'ladi?" deb so'radi. Haman o'z ko'nglida "Podshoh mendan boshqa kimgimi izzat ikrom ko'rsatar edi" deb o'yladi va podshohga "Podshoyimiz izzat ikrom ko'rsatmoqchi bo'lgan kishi uchun o'zri kiygan shahona libos, o'zri mingan toj taqalgan ot elib kelinsin. Ondan podshohning eng hurmatli oliy amaldorlaridan biri u kishiga libos kiydirib, uni otga mindirib, shahar maydonini aylantirib, qaranglar, podshoh izzat ikrom ko'rsatmoqchi bo'lgan kishi mana mushunda qilinadi deb uning oldida jar solsin" dedi. Shunda qilib podshoh Hamonga "Darhol shahona libos bilan otni keltirib, hozirgi degining bo'yicha orda darvozasi oldida o'ltirgan Yahudi Mordekayga shundoq qil. E'tiqodlaringdan birarsimu kam qilinmasin" deb buyurdi. Haman shahona libos bilan otni keltirdi. Mordekayga libos kiydirib, otga mindirdi va uni shahar maydoniga elib berib aylantirib, "Qaranglar, podshoh izzat ikrom ko'rsatmoqchi bo'lgan kishi mana mushunda qilinadi" deb uning oldida jar soldi. Shuningdan keyin Mordekay o'rdadagi vazifasini davomlashtirishga qaytib keldi. Haman bo'lsa, beshini chumkab, g'amkin holda darhol uyiga qaytib ketdi. U o'zi duch kelgan ishlarni xotini Zarashga va barliq og'inlarga bir-birlab so'zlab berdi. Xotini va maslahatchilari uningga "Siz yengilishga boshlagan Mordekay Yahudi nasldan bo'lg'ashqa, uningga taqobil tura olmaysiz. Siz cho'qim uning ko'z oldida yengilib qolasiz" dedi. Ular so'zlashib turganida ordining haram og'ilari kelib, Hamanni asrning tayyorlagan ziyofatiga berishga oldiratdi.